Abduqodir Husanov Barselonaga o'tadimi? Rodrigo bu yoz Real Madridni tark etadi. Lamine Yamal esa oltin to'pga bosh da'vogar bo'ldi. De Bruyne Angliyani o'zida yangi jamoa topdi. Harry Kane esa yana bir bor sovrinsiz qolib ketdi. Shu va boshqa muhim xabarlar haqida biz bugun gaplashamiz. Tavsiyam videoni oxirigacha ko'ring, chunki oxirida sizlarni ajoyib quiz kutmoqda. Va albatta bitta like bosib qo'yib kanalimizga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Endi tezkor yangiliklar va futbol haqida zo'r videolar faqat bizda. Endi esa yaxshilab o'tirib oling, yeyishga narsalar olib oling, chunki biz boshladik. Hop kelinglar, birinchi bo'lib hammani qiziqtirayotgan eng muhim xabardan boshlaymiz. Ya'nida Abduqodir Husanov rostdan ham Barselonaga o'tishi mumkinmi? Carpetas Blaugrana nashrining so'zlariga ko'ra, Ispaniya granti rostdan ham Husanovga qiziqish bildirayotgan ekan. Agarda o'yinchi ham xohlaydigan bo'lsa, ular uni yozda boshida ijaraga olishmoqchi va o'zini yaxshi ko'rsatadigan bo'lsa-da, Citydan sotib olishmoqchi. Nimaga bunaqa gaplar chiqishni boshladi? Bu haqida ma'lumot qidiradigan bo'lsangiz, kamida 100 ta sabab topasiz, ammo eng rostga yaqin bo'lgani Cityning asosiy himoyachilari jarohatlardan qaytishdi va hozirda jamoa Husanovsiz yaxshiroq o'ynayapti. Pep Guardiolaning so'zlariga ko'ra, Husanov hali ham yosh va o'zini ko'rsatishga hali imkoniyati bo'ladi. Men o'zimning fikrimni bildiradigan bo'lsam, kim Ullandsda o'ynaganini kuzatgan bo'lsa-da, u birinchi yilda deyarli asosiy tarkibga tushmaganini eslashi kerak. Bir yil o'tgach, jamoaga ko'nik bo'lgandan keyin eng muhim o'yinchilardan biri bo'lgan va hozirda yarim yil ham o'tmasdan Cityni tark etish menimcha xato. Sizcha, meni gaplarimga qo'shilasizmi? Kevin De Bruyne Manchester Cityning yuragi, mexanizmi va bir paytlar eng muhim o'yinchisi edi. Uni o'tgan yildan beri bir xil jurnalistlar Saudiyaga va AQSh jamoalariga o'tadi deb mishmishlar tarqatishgan. Ammo o'yinchi bu yoz Manchesterni tark etmoqchi bo'lmagan ekan va jamoadan yangi kontraktni kutayotgan edi. Lekin rahbariyat u endi o'zini oldindagi yaxshi ko'rsata olmaydi deb unga yangi shartnoma taklif qilishmadi. Shuning uchun o'yinchi bu yoz agent sifatida Cityni tark etadi. Kevin bunaqa harakatdan hayratda qoldi va Cityga bu hali ham yuqori darajada o'yna olishligini isbotlab bermoqchi. Shuning uchun unga Angliyadan takliflar tushadigan bo'lsa, u barchasini ko'rib chiqargan. Hozirda unga Aston Villa va Chelsea jamoalari qiziqish bildirishyapti. U bir paytlar Londonda o'ynagan. To'g'rirog'i o'ynamoqchi bo'lgan, lekin jamoa unga imkoniyat bermagan. Shuning uchun uni Chelsea'da ko'rishimiz menimcha deyarli 0%. Ammo Aston Villa qiziq variant. Hozirda jamoa o'zini yaxshi ko'rsatyapti va allaqachon Marcus Rashford, Marco Asensio kabi yulduzlarni o'z klubiga qo'shib olgan. Agarda De Bruyne ham u yerga o'tadigan bo'lsa, biz Angliyada yangi grantni ko'rishimiz mumkin. Harry Kane, bechara Harry Kane. Kecha Bavariya agarda Leipzigni yutganida allaqachon Bundesligani chempioni bo'lar edi va bu Angliyaning yulduzi uchun birinchi sovrin bo'lardi. Ammo birinchi bo'limda o'zida jamoa 2-0 yutqizayotgan edi. Lekin ikkinchi bo'limda esa bir amallab 2 ta va 82-daqiqada 3-golni ham urib 3-2 hisobida yutayotgan edi. Harry esa ko'z tegmasin deb 90-daqiqagacha joyida indamay o'tirgan edi. Undan keyin esa chidamasdan maydonni yoniga turib olib, hakamni xushtakni kutayotgan edi. Lekin o'yin tugashiga atigin 30 soniya qolganida Leipzig gol urib ketdi. Yo'q, qisqacha o'zi ham bu holatdan kulib yubordi. Chunki shunchalik ham omadsiz bo'lish bu menimcha bilmadim. Endi esa keyingi o'yinda Bavariya o'z uyida Harry Kane asosiy tarkibda chempion bo'lishi mumkin. Nima deymiz? Harryga albatta omad tilab qo'yamiz. Lamine Yamal kutilmaganda oltin to'pga bosh da'vogar bo'ldi. Fantastika boshqacha buni tasvirlab berish juda ham qiyin. Hozirda bosh favoritlar Pedri, Rafinha va Lamine. Deyarli hamma narsani Chempionlar Ligasi hal qiladi. Agarda bu turnirni aytamizki Inter yutadigan bo'lsa, Lautaro bosh nomzod bo'ladi. Agar PSG bo'lsa, Usman Dembele. Agarda Arsenal bo'ladigan bo'lsa, yokida Saka yokida Rice. Ammo hozirda Barselona ko'rsatayotgan darajani hech kim ko'rsata olmayapti. Va aynan shu uchun ularning o'yinchilari oltin to'pga bosh nomzod bo'lib turishibdi.
Rodrigo, bu o'yinchining ismini Mbappe va Vinicius kabi ko'p eshitmaysiz. Ro'pa-rosa 3 yil avval aynan shu kuni, aynan shu braziliyalik o'yinchi Real Madridni Manchester Cityga qarshi o'yinda zaxiradan maydonga tushib qutqargan edi. Endi esa yozda o'yinchi jamoani tark etmoqchi. Sababi u oltin to'pga kurashmoqchi. Ammo Vinicius va Mbappe bilan bitta jamoada o'ynab turib, u bunga erishish juda ham qiyinligini tushunib yetibdi. Rostdan ham hozirda Real Madridning hujum chizig'ida 3 ta dunyodagi eng yaxshi chap qanot hujumchilari bor. Vinicius, Mbappe va Rodrigo. Va tushunganingizdek, aynan Real uchun jonini kuydirib o'ynaydigan, boshqa pozitsiyaga qo'ysangiz ham indamaydigan o'yinchi afsuski jamoani tark etishga majbur bo'lyapti. Liverpool va Manchester City jamoalari hozirda braziliyalikka qiziqish bildirishyapti va Saudiya klublari ham shunaqa mashhur o'yinchini o'z jamoalariga qo'shib olish imkoniyatidan voz kechmaydi. Nima bo'lsa hammasini yozda bilib olamiz. Ko'proq yangiliklardan qolib ketmasligi uchun hoziroq bizni Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yishingizni tavsiya qilaman. Biz esa qolgan ma'lumotlar haqida qisqacha gaplashib o'tamiz. Jamie Vardy kechagi o'yinda hakamni bilmasdan turtib yubordi va bechara yerda yotganida u yoniga borib xushtagini chalib o'yinni to'xtatdi. Jackie Grealish o'ziga yangi soch turmagini qildi. Men uchun bu juda ham o'zgacha ko'rinyapti. Endi sochiga yarasha Hollanddagi gol urishni boshlasa yaxshi bo'lardi. Messi kecha va nihoyat Inter Miamiga gol urdi. Eslatib o'tamiz, oxirgi 4 ta o'yinda argentiniyalik hujumchi biror marta gol ham urmadi, assist ham uzatmagan edi. Golni afsuski YouTube'da ko'rsatish mumkin emas. Jak o'rgis kelsa hoziroq Telegram kanalimizga kiring. Havolani izohlarda qoldirib ketdi. Ko'proq shunaqa videolar chiqishini xohlaysizmi? Unda hoziroq like bosib qo'ying va kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Va bo'ldi, bugungi eng muhim yangiliklar haqida biza gaplashdik. Endi quiz vaqti keldi. O'tgan o'yinchini baribir ko'p odamlar topdi. Albatta bu Usman Dembele edi. Do'stlar, qoidalarni yana bir bor takrorlab o'taman. Videoyimizga chiqish uchun kanalimizga albatta obuna bo'lishingiz kerak va birinchilar qatorida to'g'ri javobini yozishingiz kerak. Ana o'shandagina keyingi videoda siz chiqasiz. Bugungi o'yinchi esa oldingilardan ko'ra yanada qiyinroq. Agar buni ham ko'p odamlar topadigan bo'lsa, to'g'risi hayron qolaman. Va bo'ldi do'stlar, siz bilan Jonim Futbolim kanali edi. Jamoalarga faqatgina g'alabalar tilab qo'yaman, sizlarga faqatgina sog'lik tilab qo'yaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.